moddiy va ma'naviy hayotimizning yorqin julosi. An'ana va zamonaviylikning bosh qo'shgan payti. Qani chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' orzu, buyuk gullanish. İstek şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepiyotgan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alohida qo'llagan. Salam ko'rurmanlar. Murasimlarimiz temisidagi shirin suhbatlarimizga ishtirok qilishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jushqunjima. Aldı bilan programmamizni yaqindan qo'llayotgan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi varis kiyimchiligiga alohida rahmat aytaman. Xo'sh, endi programmamizda oldingi sanlardan so'zlanib kelyotdi. Masalan, ota-onalarimiz to'y qilgan davrlarni eslab o'tdik. Oshchaqdagi oddiy soddilik, qizg'inlik, nihoyatda shirin hissiyotlarimiz bilan tilga oldik. Shaxsan bizning yandışıp keldi şununla. Mesela hazır yaşlarınki manzara hakikaten güzel. Güzel. Ben de şu ümitvarınki toyunu epeysak mı? Ballardaki kıyafet, o coşkulluk. Mesela şu ayrılıştaki toy 11 murasim var hazır. Benim devat kıldım mesela şu murasim bilen keşteki çoğunla katlaşıyotgan murasimdeki fark. Bu çütünkelik ayrılış hesapta biz yaşlarga xas bir özünü qo'yib etib bir o'ynaydigan bir murasimda u. O murasim hamdilik bütün özümüzün yaş dostlarımız, aytilayotgan naqshlar yoshlar emas. U yerda usul o'ynaymiz, har xil gaplar bo'ldi. Hatto riyosatchi dostlarimiz bizni chiqib sakinda nadik soldan so'rab bizni bu yerda matma qildigan ishlar bor. Qanday tanishib qolgan, ayni manda qilib yurtdim, mana to'y qilibsizlar deb. U nayt ko'ngillik bir. Hamda nima degan bilan bizda hozir saqlanib qolgan ish bu yaxshi deyman. Chunki çoğunlar bilen oturluqda bir hürmet var. Bir özümüzde bir eyminiş var. Hem de pek içilip yiyilip gidip kalsak, oy dep kelsek mi çoğunların aldı bir özün tutup alamaydigan bal eken bu deydigan bir ilki ailegi berip de kaldığı işler var. Çünkü nurg'ulon çoğunlar özümüzün çoğunları bilen tanışıdı ya da bir terbiye meselesi var. Edimiz degendik. Şuna çütünkelik toy muş yaşlarının içililiş için, keşik toyuna ul siliş için. Demek bizim öz vaqtidagi вечерка deydigan bosqichimiz hozir naq shu qiz yigit aylanishga markazlashdi degan gap, o'rin olmashdi degan gap, ammo yoshlarga xos. Qisqa vaqt bo'lsinmi? Nechilik 2 soat o'ynab olamiz? 2 saatdan ichida naqshlar aytildi, o'tirliqda suratlar tortildi. Aslilar rasm tushimiz, voy deymiz. Qayjalar ishlandi. Qayjalar ishlandi. Shu mashina chiqib, kechlik markaz oldiga bordim. Aldirash bo'ldi-ku deyman yoshlar. Yama aldıraş, vay. Bir gün tamak yemedim desem buldu. Başka dostlarımız toy qilgan vaqtida mesela men qo'lda sho'p baqqan vaqtlar bor. Ashlar tamak yemasa men chiqib u yerdan samslarni ilib, "Mani yevla" deb berib başta. Meni do'stlarim ashta qildi, "Mani yevla" ani qoladi. Lekin tamak yegandek bo'lmaydi ekan. Bütün qalli asyadimiz qanday bo'lar? Qanday bo'lib ketadi? Kim kelgan, kim kelmagandi? Ekranlar suratlar chiqayotganmidi? Voy mehmonlar yaxshi erkin ozod o'tirayotganmidi? Menda ranjib qolganmidi? Kimni deganman, kim demaganman? Voy men bir telefon qilib onimda kushkirtdi. Voy sakniga chiqmadi. Oning oldida chiqib qolsanda. Voy nur g'ollagan xiyollar qalbdan yeb ketdi ekan. Demak, hammaga yana shu o'zimiz diqqat qilib turayotgan holatda shundaymi? Diqqat. Bo'lsa mushkil jiddiychilik ritmini mundaq mandaroq o'zgarsak bo'ladi degan mundaq bir xiyolmi keldi menda beshimizdan o'tdi. Masalan, mush keldi. Hal geldi. Baştan avval ilqi avay dedim, maslahatchi deb bir narsa bor. Aştanda haqiqiy yo'sinda maslahatchi qilsak bo'ladi ekan. O'zimizning rasmiy shu xizmat qiladigan bolalarni chaqiradi. 10dan 15 gacha. Hammadan chaqirilib, bu yerda unda bo'lsa to'yimiz bo'lgan bo'ldi. Voy deb bir muzika bo'ldi ekan, u kimga bu xizmat o'rlashtirmaz u yerda. Maslahat yo'q deydi hozir. Maslahat yo'qlar hozir ba'zan chaqiramiz. Şun kundasa bir çıkıdı oturup başvaq adam onu baldırıp bekton. Nasıl balla mançacı günü ağinimiz ümit varına tuyam dasa barek olsun dedi. Ol deyimiz nimbu aqt iştimin yok şunkin iştaxmat deydigan adaş mat abay deyilmey qaptı deb. Onundan resmi yusunda aşı öz ko'ngli pükkan aloqalarini akab oturup bir çay içkeş. Unda qolsa sen qo'ldash bo'lding adaş. Sizning xizmatdan yenim tursa.
Mende manda ishlar diqqat qilsa, masalan, kiyimlarimda qas diqqat qilib qo'ysa, belchiga degan chaqmanda diqqat qilsa, bosh bo'lganlarga manda akalaring mas'ul bo'lsa, manda sal cho'spatlariga sen akalarimizni boshlaydigan mas'ul bo'lsa, sen yoshlarni mas'ul bo'lsa deb manda mas'ul qilaversak, sal ritmli qildik. Endi to'yning kechda hisobda biz ham san'at bilan shug'ullanayotgan ekan, nurg'un atrofimizda san'at bilan shug'ullangan do'stlarimiz bo'ldi ekan. Ularning har birisiga tushliq ko'ngli bo'ldi ekan, naqsh etib bersam deydi ekan. Oyoqdan kuch kiritayotgan nimaning shu markaz zalining odamlar voy 9 tugatmasak olmaydi. Voy do'stlaringiz desangiz bir nechta deb. Lekin ular xo'shalchilikda bir ne etmay, 3 ne etayotgan, ba'zanlar sakna chiqib etolmay ketib qolgan. Uningdan odamning ko'ngli bir xil bo'lib qoldi ekan. Ularning ko'ngli bir xil bo'lib qoldi. Chunki xo'shallikda men bekrman bo'lish nisbatan bor deb o'ylaydi ular. Shunga muqim bir ashunaq atratga kechda cho'nglarning majlisini chiqarlaydigan, yoshlarning majlisini chiqarlaydigan muqim sekinda ashunaq demak haqiqiy bir to'y mulozimat madaniyati shakllansa demakchi u, ha? Shunday qilsa ritmli bo'ladi ekan. To'g'ri. Buni to'yni beshni o'tkazib baqqan odamlar haqiqatan bevosita his qiladi. Va nimanda qimmat va bir moncha odam chiqib bu sakniga foyz nima, meni og'inlarim bor tursa sakin chiqib ishki naqshasi tugidi degan bilan kelsa voy ay xijilchilik, ayada tamtirash. Anda bo'lsa xapamaysizlar-da. İşte tushtinkilik oyini shu sizlar uchun-da. Sizlar ko'ngillarni bizga qilish uchun-da. Endi kechlikda biz cho'nglarning ko'ngillanishmasa qolmaydi. Sizlar ham yerib qoldinglar, sizlar ham shu to'yga daxil bo'lib, yaxshi tamoqlaringlarni yeb, usullarni o'ynab, mushtaq qilsanglar, sizlarga foyz bor emasmi? To'ydan sizlarning nisibanglar bo'lsa, bo'l jafo chekmanglar deb chiroyli yo'l orqali mulozimat bitib olsa, to'yga daxil bo'lish bo'yicha bo'lsa, ritmli bo'ldi ekan deb o'yladim. Men hozir yana bunda bir gapni oldim. Sizlar yoshlarning hozir endi biz bu qerib ketmadik. Biz bir davr mush maslahat joyda hozir yigitlar xil ba'zilar bak cho'ng ko'lamlik o'tkazadigan bo'lib ketibdi. Maslahat joyini hatto 7-8, 10 ustallik maslahat joylarmi bormish. Buningga borgan bolalar to'y kuni bormasmish hatto. Shunday ahvol buni nima desa bu hozir to'yning mohiyati o'zgarib, o'sha yoshlarda böyle soda xarakterini ketayotgan gapda. Masalan, maslahat joyiga borgan kuni men vaqtida bordim, ko'nglimni ifodaladim. Endi to'y kuni mening vazifam tugadi degan nuqtadan bu bak to'yninki mohiyatiga bir xilofli bir ish bo'lib qolibdi deb o'yladim. Mushtaq ahvollar bormi hozir men işte anglaganim? Bor, shaxsan yoshlarda ig'ir bunday ish. El qaynoq murosim paranglari. Endi xizmat tufayli boshqa yerga boradigan masalan komandirovka tufayli endi baldiroq ko'ngilni qilib, unda qilsa uning yo'li boshqa. Lekin men shahar turib, unda qilsa men shaxsan men to'g'ri o'ylamayman. Men maslahatchimga men 4 jo'zi nim qilgan. Shu tumarist qildik. 4 jo'z qilgan. Lekin men ko'nglim o'ylagandim odamlarga kelib ketdi javob maslahatchiga. Ular to'g'zib qo'yg'imiz tahkammaydi ekan. Kelgandim, ko'nglimiz deb keldi-da, bizni deb keldi-da. Chunki ularning bishidan o'tida mudashib, undachaq bizim xizmatini qilmasa qolmaydi. Xo'sh oldim. 4 jo'z, 10 jo'z bo'ldi aka. Shundan keyin lekin ranjimadim, ranjishmaydi ekan. U chaqdiliqqa voy bu jiq pul to'lab ketdim yey. Nimkilda adash deydigan ishlar hargiz bo'lmaydi ekan. Shaxsan menda bo'lmadi. Asosan adam etib keldi degandek bir ko'ngil ayash, kenglik bo'lib ketgan gap. Ko'zim yosh keldi. Masalan, nurg'un do'stlarimiz chaqamasa babindiq dedi, lekin ularning men unutib qolgan taqdirda kelishini umid qildim. Chin ko'nglimda rost umid qildim-da. Ularni yot ko'rib chaqamaganlik emas. Oldirashchilikda qalli qaymiq chaqiramaganlik. U yerda men ba'zancha o'ylab boqmagan do'stlarimiz keldi. O 4-5 yilning oldida ko'rishib, voy yaxshimi adash deyishgan do'stlarimiz kelganda ta'sirlandim. Ey, rahmat, meni adam etibsizlar. Men adam etgan ta'zim etaman. Rahmat deb. Mashaq bo'ldi lekin men ba'zan chaqda xizmat tufayli ba'zanlarning maslahatchiga berib, to'yga boramagan. Yamsi maslahatchiga boramay to'yga berib qolgan. Jiroq yeladiki bo'lsa. Chunki ruxsat so'raydigan ishimiz bir kun ruxsat so'raylaymiz-da. Shu sababli boradigan ishlar bo'lib qolgan. Endi oldin qitim kuni bir to'yga qatnashib, maslahatchiga qatnashib. Bir do'stimiz keldi deb. Senki borganmidi deb. Rost kelamigan meni to'yga do'stimiz. Kimga sen kimsan olmam deydi. Otash bu adamgarchilik undan olmaydi. Bu kamiz kammayma deydigan ish yo'q. U ishi va kelamidi. Meni oldimda o'tib qo'ydi. Mandaq ishim bor edi, jonim adash. To'g'ri tushungandi.
deganda men keldim sen deb meniki ikamiz kelmayman deb pulni qo'yib ketdi uchun u rost qolsa so'z ekan bu kelsa kelma ikamiz kelmayman bu mundajiyatda hozir mohiyat o'zgarib ketib qolyotdi degan gap masalan maslahat joyi bilan bu murosim kundagi bu ikki ish buni hozir murosimning bar qilib olgan gapda masalan ishlar eng oldi bilan bu endi mundaq masala meningcha maslahat joyi deganning asli mohiyatini tushunmaydi-ku. to'g'ri endi buni biz urf odat nuqtasidan hozir abaydan bu umid bor degandek cho'ng joy kichik joy masalan har xil choyning to'yning oldida nurg'unlagan murosimlarni o'tkazib oldigan bo'lib qoldik endi. Endi biz kichik vaqtlarimizda bo'lsin, mayli biz to'y qilgan davrlarda bo'lsin, cho'ng joy, kichik joyniki tartibi batdi, lekin bundaq atalg'u yo'qdi. Cho'ng joy qilamiz, kichik joy qilamiz deydigan atalg'u yo'q. Meningcha endi bu kichik joy degan nima ekan desam, bundaq endi masalan o'g'il cho'ng qilgan taraf, qiz tarafga mana ikki bola tanishibdi, biz ma o'g'ilning ota-onasi shu, ma bolalar tanishibdi, biz shu sizlarga bir tanishlik belgili keldik, shu ishni bir degili keldik deb bağını bu amaliyat kichik joy. Ana degan cho'ng joy degani undaq bo'lsa bolalar to'yga tutish qilibdi, qudam, nima ishlarni qilamiz, qanday qilamiz, sizlarning qanday taraflardan bir bizga qo'yadigan talablaringlar bor. Shuni bir kelishib olaylik degan maqsad cho'ng joy. Endi ma to'ydagi maslahat joy degani bayatdan Umid Borifkam deganda xizmat taqsimoti bo'yicha buningga jiq odamlarni chaqirib olishning hech qanday zaruriyati yo'q. Hozirgi to'ylarimizda o'tirayotgan yigit qiz yigitning ota-onalari nima uchun qo'ygan tutqunini bilmay charchab ketyapti, xizmat taqsimoti yo'q. Anadan bir ma'lum bir ishni turkumlarga ayirib turib, sen bani qilsa, sen ani qilsa deb taqsimlab etgandan keyin ota-ona bo'g'ichi jiddiylashmaydi, yo qiz yigitmi jiddiylashmaydi, hamma ishlar joyida ma'lum. Ham tasoddifiy planga kirmagan ishlar bo'lib qoldi. Bundaq ishga kelganda yana bir odam masalan shu to'yga kelgan, shuningga puxtaroq bo'lgan, tajribali odamdan birisi dikkada bir chiqiblar mandaq qilamiz desa, amaliyotda bu noyat tartibli ratib mangdigan ish. Shuningga maslahat joyiningki o'zi nima desa, buningga chaqirmading deb ranjishning zaruriyati yo'q. Meningcha bo'lganda hech qanday zaruriyat yo'q. Bu nima desa, masalan, shu to'yda ishlaydiganlarga men to'y qilganda shunday qilgan. 10 odam chaqirgan, sen ani qilsa, meni maslahat joyi, shu maslahat joyi bo'yicha ekan. Bir ustal ya, ikki ustal bo'ladi. Jiq bo'lsa bir ustal ya, ikki ustal. Buningga ko'ngil ayab, "Mening do'stim deb man chaqamsam, xafa bo'lib qolarmi?" deb. Endi yana birisi, "Falonining maslahat joyiga men bir berib kelaychi" deb bag'anlar xizmatini qilishni planlagan bo'lsa, basi bo'ldi. Bo'lmasa u meningcha ranjiydigan ish emas. Bu hamma narsaning uchun mohiyatini bilish kerak. Ma'nisi nima uning? Demak, mohiyatdan chetlanib ketgandan keyin bu masala yoshlarda emas, cho'nglardan bor jushqur. Cho'nglardimi, masalan, maslahat joydilar, dasturga qo'yib etib, to'y kunsa bo'ldi, mening ishim tugdi. Adab mundaq qildiganlarmi hozir avjab ketdi bu. Cho'nglardan kelayotgan ishlaylar bu unda bo'lsa. To'g'ri. Unda bo'lgandan keyin amaliyat hozir siz deganga o'xshash, masalan, to'y degan to'y, maslahat joy degan maslahat joy. Maslahat joyda ko'ngilni ifodalab etib, to'yga kelma. Bu to'y degan nima? To'y degan gapning amaliyotda to'y bilan to'ykin ikkisi birga keldi-ku. Bu to'y bilan to'ykin degan bu so'zni ayirib etmaymiz odatda. Endi to'y to'ykin, bu to'y degan endi buning ma'nosini hammamiz tushunamiz. To'yinish degan gap. To'yinish, to'yinimiz. Bu nimaga to'yinimiz? Xushallik to'yinimiz, inoqlik to'yinimiz, mehr-muhabbatga to'yinimiz. Shundaqmi? Biz to'yinadigan narsalar bakchiq. Lekin buning ichiga nima to'yinish? Zerikish. Bir qism narsalardan-ku. Boshqa qarshi tarafniki bizning ko'ngil ozodligimizdan shundaq bir biz o'ylamagan to'yinishlarning qarshi taraflari bo'lib qoldigan ishlar. Amaliyotda bu to'y degan so'z, sen to'yin. Shu yerdagi xushallik to'yin, mehr-muhabbatga to'yin, ittifoqlik to'yin, inoqlik to'yin degan gap. To'kin degan nima? To'kibat. Un degan bu ism yasag'ich qo'shimcha. Bu to'kibat nima? Isrofchilik qilib yeganda jo'zg'i tizgan narsani to'kibat. Bunda gap emas, isrofchilikni to'kibat emas, xushalligini to'kibat u kuni. O'zingni qo'yibat, manda men degan narsa bu-chu. Shuningga to'y to'kin, bu to'y bo'lgan kuni, murosim bo'lgan kuni bu ayrim masala bu. Maslahat joy degan mana maslahat degan gapni o'zini chiqtirmamdi bu. Maslahatingni qo'y. Ondan u yerga kelganlar sizga bo'lmagan taraflaringiz bo'lsa, mana bunda qilaylik, sen majatni bunda qilib qo'yibsan. deb maslahat berdigan joy bu. Şoň bu mohiyatni, ma'nisini, shu narsaning qilayotgan ishining nimaligini bilmay turib, murosimga qatnashayotgan ish bo'lgandan keyin bu yerdagi xafalık nimadan gap chiqadi? Qimmat qarashdan, turmush qarashidan, mustaq bilmaslikdan gap chiqayotgan narsa. Qanchada so'z boshqa, ish boshqa bo'lib ketsa bo'lmaydi-da. Ismni bek chiroyli qo'yib olmiz, amaliyati shu bo'lmay qolgan gaplarda. Cho'nglarningmi shu? Adam degandek shu maslahatchi ko'ngil ichish xarakteriga bek kerak menib ketib qolgan ishlar bor. Ma'no o'zgarib ketdi. Menda aytgancha bizning davrimiz qaraganda hozir maslahat texmi
qolaylashdi. Hozir hamma narsa xalqlar mulozimat yuzlandi. U vaqtlarda biz oldingi san programmalarimiz deb o'tdik. Zallarda bo'lgan, o'yli aramlarda bo'lgan, u chaqda hamma odam qo'l-qo'l ishlamasa, bu murosim tutmaydi. Hozir butunlay restoranlashgan, har bir xalqlar kasblashgan, mulozimat yuzlangan bir davrda bunchalar jiq odamni chaqirib, ularga ish yo'q, rasga qilganda. Hozir eng yig'inchoq bizning davrimizda yig'inchoq holatda bo'lish kerak. Mening his qilishimda maslahatchilar. Hozir shakl qo'g'lishib, bu yerda dag'dug'i qo'g'lishib, mana bo'lib ketyapti. Amaliyot agar men yaqin og'aynam deb ko'zimizga yashog'idak bizga ta'sir etadigan to'yga nima ish qila olmaydi u kuni. Bu yerdagi hissiyotni tadqiq qilish to'g'ri keldi davos alog'inchilikni. To'g'ri. Men bundan gumonlanaman shaxsan. Bu el og'ayna birodar degan gap bu haqiqiy mushtaq muhim paytlarda men darqamda bo'laman. Men yaqin turman. Men muhabbatimni o'zimning qizg'inligini mushunga beg'ishlayman degan bir tuyg'uda bu menda aytgan chog'da. Agar o shaklga bir ikki qatimliq yuz ko'z ko'rganga bo'lib qolsa, bunday munosabatni biz o'ylanishga tegishlik. To'g'ri. Bu masalamiz cho'nglardan boshlangan yoshlardagi mushkil ijtimoiy munosabatlarga sagak bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki bu biz vaqt ajratadigan, zehn sarf qiladigan, hayotimizda biz har doim mush chambarning ichida bo'ladigan bir munosabat. To'g'ri. Bu masala murosim madaniyat insho qilyapti mana. Shunda shu ishning planlanishidan boshlab ro'yobga chiqib, oyoqlashqich bo'lgan jarayonda agar tartib bo'lsa, hamma xursand bo'lgan, minnatdor bo'lgan, keyin aslasakmi, bir xotirasi qoladigan go'zal aslim bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri. Hamma ishlar tartiblik o'ziningki yo'li bilan yaxshi bo'lgan to'y marosimlarimizda hamma odam ko'ngil ozodligi bilan mang'udida, kirgandan tortib chiqqangacha bo'lganlikda oy ajabmi yaxshi bo'ldi deb hamda hozirgi shu jamiyatda nurg'un odamlar o'sha zamonaviylikqa qarab yuzlanyapmiz hamda mundaqcha aytganda isrofchilikni hech kim yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi-ku. Lekin cho'ngchilikni, po'chilikni ba'zi odamlar o'zininki shu to'y to'kin murosimlar orqali o'zininki jamiyatdagi o'rni ayvisi yoki pul mol-mulki mush narsalarni ko'z-ko'z qilish maqsadida turli tuman urf odat tusini olmagan har xil shakllarni qo'g'lishib bilan bu to'yininkini bizga qo'shib oladi. Moyat jihatda u o'zidan noyat rozi bo'lib, "Munda ishni qilib oldim" degandek qilgan bilan to'yga kelgan odamlarga ozodlik bermasa, u yana hamon so'pinninki bir ko'pikiga o'xshash damalliqqa bizning ko'zimizni chaqnatgandek qilgan bilan uni davomlashtirib, mong'ul olmaydan, mengishni xohlamaydigan bo'lib ketgan nurg'un odamlar. Shunga to'y to'kinni eng muhimi ko'ngil ozodligi, xushallik. Hamma odam bu to'yga nima ish qilamiz? To'yni nima ish qilamiz? Buni bilish kerak-da. To'y degan bu ikki bir oilaga nisbatan, bir jamoatga nisbatan, bir jamoatniki doirasi kengaydi degan gapda bir qondoshlik munosabati tiklandi yana bir jihatdan aytganda. Bunda bo'lganki buni biz al-ma'liga degimiz keladi. Burungi vaqtlarda topsang bu topqini gul keltirar, topmag'ini bir vash piyoz deb al-ma'llarda, o'ylaramlarda xushallik uchun al-ma'liga jakarlaymiz. Bizning jamoatga mana bir kelinni kirdik yoki bizning jamoatda mana bir yigit paydo bo'ldi deb el jamoatga bu degan oddiy ish emas. Bayam ufqimiz degan o'xshash oilaning tarbiyalanishi o'xshamaydi. O'xshamagan qimmat qarashdagi o'xshamagan oilada cho'ng bo'lgan ikki bola bir oilaga kirib bosh qo'yib, endi bu yana jamoatni yana kengaytirdi degan gapda bu munosabatni. Bunda bo'lgandan keyin bu xushallikni nima ish qilmaymiz? Chuqum deyish kerak-da. Tukumat, to'y, mushuning ma'nosi shu. To'yin hamma odamlar bilsin degan gap. Onundan keyin buni ashunda xushallikni izlab qilayotgan nima amaliyotda. Ham keyin bu bozor taraqqiyotininki tadrijiy taraqqiy qilishiga ergishib, burunqilar 2 tal tuxum ancha topqanlarni akirgan bo'lsa, men palananing to'yiga 3 tal tuxum akirgan, ma'minaga 4 tal tuxum akirmabdi demaydi. Endi bu hozir zaman taraqqiy qilgan sari nima bo'ldi? Men anaga 100 qo'y qilgandim, menekiga manch pul qilmabdim deb iqtisodiy masliga chetib oldi buni-chi. Nurg'un bir qism to'ylarga pul yig'ishlam bo'lib ketdi-ku. Masalan, maslahat joyinimi, masalan, shunday jiq odam chaqirib olib maslahat qilmay, masalan, qalaymaqan bo'lgan to'ylarning hammasiga men ashtal deb o'ylayman endi. Bu ko'pincha Allohning nima desa, bu bozor yuzlanib iqtisodga berib chetildi, ya'ni epaysak. Ashunda bo'lgandan keyin bu hozirgi to'ylarimizning ba'zilari nimishqa bizga ozodlik olib kelmaydi. Mushuning sababimi yana mushu nuqtaga yig'inchoqlasak bo'ladi. Shuni topqinimizni, ozodlikni,
oddiylikni, hozir hammamiz oddiylikni yaxshi ko'ramiz. Bu hashamatchilik nurg'un, endi biz abaytdan men deb o'tib ketdim, bu to'y deganimiz bir umumiylik ega bo'lgan narsa deb biz nurg'un bir kollektivning ichida yashaymiz. Bu kollektivning ichida har xil yerdan kelgan har xil millatlar bor. Biz uning ilg'or taraflarini qabul qilamiz masalan. Bu tarixdan buyon bu o'zgarmaydi deydigan qonuniyat yo'q. Biz asosiy gavdani asos qilgan asosda tüp ideyani yadrolik qimmat qarshi deymiz. Masalan, hukumatimiz o'tirib qo'ygan sotsialist yadrolik qimmat qarshi. Bu sotsialist yadrolik qimmat qarshi desak, odatda bu bir siyosiy atalg'udek bilindi. Lekin bu bizningki jamiyatning shu oila degan bir kichik jamiyat bu. Mushu jamiyatda mushu sotsialistik nima uchun sotsialistik qimmat qarshi demay yadrolik deymiz. Mushu yadroni asos qil degan gap bu. Bunda o'ylasak, hamma narsani qatlamga ayiribdi. Qatlamga ayirsa biz shu qaysi qatlamga to'g'ri kelsak, shu qimmat qarshini yadro qilsak, meningcha hech qanday narsa yuz bermaydi. Biz buni nazariya doirasiga ko'tarmadik, biroq amaliyatimiz orqali o'sha halqalardan, kichik halqalardan buningga qilib kelsak, bu hamma odamga ozodlik berilgan narsa-ku. Bu hukumatmi, partiyamizmi mushu ideyani nemishqa bizga har bir oilalargacha qatlamlargachilik mushuni singdirishni tashabbus qildi. Hamma odam ozod bo'lsin, barobar bo'lsin, inoq bo'lsin, ittifoq bo'lsin. To'yimizning ma'nosi shu. Hukumat nimani to'kib etsa, bu sotsial yadrolik qimmat qarshida deyilgan inoqlik, ittifoqlik hamma narsani sen to'kib et degan gap. Bu isrofchilik qilib yemagan narsangni to'kib et, yuzingni to'kib et degan gap emas, bunday aytqanda. To'g'ri. Mayatdan chetdan chada harakatda xatolar yuz berayotgan gap. Men de o'ylayman, mush huquqning xatoligi bizda bek ko'p. Masalan, hozir qoida yo'sin deymiz. Qoida bilan odat o'xshamaydi. Odatni qoida darajasiga ko'tarib olgan. To'g'ri. Masalamiz odat u bir shakl odatga o'zgarib turgan narsa. Shu. Qoida degan u bir o'lchamlashgan, prinsipliq, u bir tuvanchakka ega narsa. Adınız mesela nurg'un, "Oy, bunda qoida bor. Oy, bunda qilmasak bo'lmaydi. Mushta qoida" deb yurib chiqdi. Mesela Janubning qoidasi, Shimolning qoidasi deb qo'ydi. U undaq emas, u odat. To'g'ri. Adınız hozir yoshlarni belini bog'lab qo'yamiz, a? Bu qoidami? Umidlar. Men shuni bir so'rab baqsam ras. Alhamdulillah men yangi davrdagi endi yosh bo'lgan ekan. Bu nima kichik vaqtimda sal cho'ng'ani ki bildim o deyman bundan ishdan bağlığını. Alhamdulillah nemish qildiki ish mencha bu alhamdulillah o'zimning to'lib cho'nglab hozir ko'rayotgan ish bo'lgan ekan. Men uni qoida deb o'ylaydi ekanman ko'nglimda. Nurg'ulg'an alhamdulillah masalan bizning qarmaydim nurg'ulg'an to'ylar bo'ldi. Biz qarmaydi o'sib cho'ng'gan ekan, qanday bo'lganini bilamiz. Lekin o'rimchi kelgan ekan ba'zan ishlar o'zgarib ketdi. Chunki bishaning o'ziga tushliq qoidasi bor ekan. Masalan qizning yuzini ichish jihati bo'lsin. Yoki bo'lmasa tushunkilik oylanish, masalan cho'ng choy kichik choyning so'g'i salimi, hattoki o'sha to'ydan burun qiz yigitning to'ydan burun otasi to'y qilib o'tadiganlar, qiz yigit bir-birini topmay turishdan burun to'yini qilib o'tadigan ishlarmi hozir avjib qolibdi. Bu qanday kelib hozir tushunamadim buni. Buningga men hayron qolgan. Bu boshqalar bormi yo'qmi uqmayman. Masalan to'ylarga berib hozir ko'n sovg'is qilamiz o'zimizning chiqishiga qarta. Masalan bizning to'y qancha pul qo'ydi, shunday pul qatadigan ish bor ekan. Pulni qetib qarsa ba'zan chaqda o'zining bolalari yaxshi cho'ng ekan, yo bo'lmasa hozir to'y qilmaydigan bir ahvol bor. Lekin oilasi sal qiynalib qoldi, yo bo'lmasa shu pullarni akirilib yo boshqa ishlarga yo uy oldiganga, yo qildiganga ishlatmoqchi bo'lib qolsa, shu bolasining nomidan balısının ismini yazıp hürmet bilen kimden atansı balımız zamanda to'ydiga deblar, men cho'nglarning to'yini qiliblar. Undaqda bu balalar to'y qilmagan. Bala to'y qilmagan. Balaning muhabbati yo'q. Masalan, o'g'il olganmish, o'g'lining ismini yozdi. O'g'lining ismini yozdi. Qiz taraf yo'q-ku undaqda to'y qilmagan. Hatto o'g'lining muhabbati yo'q. Ha. Mundaq. Havo bilanlar. To'yini qilib qoldi-da. O to'yini qilib, shundan keyin bir mezgil o'tgandan keyin balasi agar loyiq tepib to'y qilib qolsa, andikin ularning yoshlarning to'yini qildiganlar. Mandaq ishlar chiqibdi. Shunki bu tug'ilmagan qo'ziq muziqa qo'ziqaqti degandek bo'lmagan ish odat bu. O'zir qanday odatdir bu? Ha, shunaqa ishlar bo'lib qoldi. Bu haqiqatan bak mantiqsiz. Bir chakinilik bo'libdi bu haqiqatda odamning ideyasini o'tmaydiganlar bir. Bu shu
muştaq qıpqızıllı pul yığışken bu özününki bağan yerlerdeki pullarını hesapta pullarını qaytırıb ediş üçün qılınğan bir toy emas bu xoşallıqni yoki boshqa narsa. Abi biz deyotganimiz to'yninki mohiyatiga, go'zal sharpiga bir dog' yetkazgan ishkanda bu. Endi mening qalamda o'tmaydi. Hattoki bolalarning loyiqi yo'q turibmi muştaq to'yni qilsa, ham bir hisobdan tushunaydi-sa, qiynalib qolgandi deb tushunamiz. Lekin mush to'yning haqiqiy mohiyati shu balasining xo'shalliqi, balasining loyiq topganligi abay deb o'tgandek, beshki jamoatning biriga kelganligi, bu zo'rayganligini haqqi jakarlash, xo'shalliqni to'kish uchun. Lekin bu nima to'kidamda dat to'kishmiki deyman. Bu balkim bir ayrim sondagi ko'rilayotgan xohishlar bo'lishi mumkin. Buni balkim buni yana jamiyat axloqi buni hamon yana shallab chiqirdi. Bu balkim ma'lum mezgil bir o'ziga uyg'undek Albaniya degan bahoningiz bormi deganga o'xshash bir chiqayotgan qiliqlar bo'lishi mumkin. Jamiyat pek adil tarozi. Bu to'y to'kin urf-odatlarimizni, to'y to'kin shu bo'layotgan ishlarni har qaysi rayonlar o'zininki o'xshamas shu rayon alayligiga asosan har xil shaklda o'tkazuvchi. Buni masalan hamda umumiylik o'xshaydi, lekin har xil shoxlar o'xshamaydi-da buni o'tkazish shakllari masalan. Hamda nurg'un narsalar ijod bo'lgan, ayni vaqtda bor nurg'un masalan har qaysi davrlarda o'xshash bo'lmagan shunday bir shakllar bor. Lekin bu jamiyat bayon men degandek bundaq jamiyat taraqqiyotiga mos kelmagan, bizning ideyamizga mos kelmagan, insoniyatniki ro'y dunyosiga, tafakkuriga yoki bo'lmasa qimmat qarshi dunyoga qarshi to'g'ri kelmagan narsalarni hamon shallaydi. Hamda to'g'rab boqamiz. To'g'rab boqamiz, lekin bu hamon qoladi. Shuningga bu davr taraqqiyotiga ergishib, masalan, biz qanday yo'lda mansaq, bizga shu yo'lning yo'lovchisi uchirganga o'xshash, biz qanday usulda apmansaq bu ishlarni biz yaxshisini tanlab apmansaq, bu biz boshlamchilik rolini o'ynasak, biz bilan tang mangdiganlar buni texim yaxshi apmanishi mumkin. Hamda har xil usullarda bayon deb o'tib ketgandek, odamning ideyasiga sig'maydigan bundaq to'y-to'ykin odatlari mana hozir mishadim davatimiz balkim menga o'xshash tunji qatim anglaganlar bo'lishi mumkin. Hamda buni hech kim qabul qila olmaydigan bir narsa bu. Bu hamda faqat shuni o'tkazgan bir shik odamlar bilan to'xtab qoladi. Bu jamiyat hamon bundaq ideyalarni shallaydi. Lekin hamda shundaq bir imkoniyatlar bilan o'ttirg'i chiqqani, iling'ini keyingi kengayib ketishining, yamrab qilishning oldini olib qilishi mumkin. Bugun umidvor bu masalani o'ttirib qo'yib yaxshi qildi deb o'ylayman. Xo'sh, bugun yaxshi paranglashdik. Mana yangi davrda o'sib yetilgan yosh umidvorninki go'zal to'yini eslash bilan birga hozirgi yoshlarninki murosimlardagi estetik qarashini, güzellik qarashini, arzusini bir qadar tushungan bo'ldik. Menimcha, buni mushkil suhbatlarimiz mayli ota-onalarimiz uchun bo'lsin, yoshlarimiz uchun bo'lsin, to'yning mohiyatiga bo'lgan, to'yninki ahamiyatiga bo'lgan to'nishni texim cho'nqurlashtirdi deb o'ylayman. Bugun qimmatli vaqtlarni chiqarib suhbatga daxil bo'lib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Oxirida ko'rmanlarimizning bizning mana shundaq murosimlarimizga bo'lgan har xil ko'z qarashlarininki bo'lishini istegan asosda mush programmamizga qarta qandaq qimmatli taklif fikrlari bor, har zaman biz bilan o'rtoqlashishni qizg'in qarshi olamiz. Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik.